Avvalambor assalomu alaykum. Bugun Hilol jamoasi va Qamar jamoasi o'rtasida turning markaziy o'yini bo'lib o'tdi. Azaliy raqiblar doim markaziy o'yin maqomini olib kelgan. Aksariyat o'yinlarda biz mag'lub bo'lardik. Bugun g'alaba qozonish nasib qildi. Davraning oxirgi o'yinlarida ishonchli tarzda 3-o'rinni naqd qilib oldik. Xudo xolasa qolgan o'yinlarda hamma jamoaga omad tilaymiz musobaqadan. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Yaxshi bo'ldi, shiddatli bo'ldi. Har bir qarshi jang bo'ldi. Tinchlik jamoasi anchadan beri shakllangan jamoa. Keyingi turlarda tinchlik jamoasiga omad tilaymiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. O'yin haqida fikrimiz qanaqa? Yaxshi bo'ldi. O'yin Eshonguzar tajribali jamoa, ancha yildan beri o'ynaydigan, birga o'ynaydigan jamoa harakat qildi. Mag'lubiyat bo'lib qoldi. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda yutishga harakat qilamiz. Bugun o'yin yaxshi o'tdi. Raqibimiz Kippa jamoasiga omad qilib boqdi. Ular vaziyatlardan foydalandi. Biz ko'proq vaziyatdan foydalanmagani uchun shot ham yergilashib ketdi hisob ham. Qo'ytar ligasining tashkilotchilariga alohida rahmat aytaman. Shuncha futbol muhitini yaratib berganlar uchun. Sudyalar ham professional, hammasiga katta rahmat aytaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu tashkilotchilarga kattadan rahmat. Yaxshi o'yin bo'ldi, chiroyli o'yin bo'ldi. Raqib komanda ancha kuchli komanda ekan. Yaxshigina qizg'in o'yin bo'ldi. Xudo xolasa bu yo'lga shunaqa g'alabalar davomiy bo'lib tursa, inshaalloh bunday o'yinni ko'tarib olishimiz ham mumkin. Hammaga rahmat, tashkilotchilarga rahmat. Sapennikga ham rahmat. Poytaxtliga rahmat. Rahmat. Zo'r o'yin bo'ldi. Mag'lubiyat. Komandamiz ham oxirigacha harakat qildi. Omadimiz kelmay qoldi. Mayli, hammasi Allohdan. Sapennik komandamizga ham rahmat. Zo'r. Mag'lubiyat zo'r o'yin bo'ldi. Ularga ham rahmat. O'zimiz bolaga dushi gapi. Zo'r, sizlarga ham rahmat. Assalomu alaykum Poytaxt ligasi aziz muxlislarim. Mana bugun Archa ko'cha komandasi bilan murosasiz o'yin bo'ldi. Bo'ladi-yu, har bir komandaning noqulay raqibi. Men uchun bu juda noqulay raqib. Bu komandani hurmat qilamiz, yaqinlarimiz. O'yin chiroyli yakun tugadi. Bizga muhim natija bo'ldi. Hammaga rahmat. O'yin chiroyli bo'ldi. Tashkilotchilarga rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum Poytaxt ligasi ishtirokchilariga. Bugun CSK komandasi bilan o'yin bo'ldi. Ikkala yaxshi o'ynashdi. Omadimizga yana Hamiddan urib yutib oldik. Birinchi tur tugashiga ham bir tur qoldi. Bitta tur qoldi. Xudo xolasa shu o'yinni ham yutib, xush kayfiyat tugatib olamiz turni. Hammaga omad. Assalomu alaykum. Hormayli. Bugun Legionz haqli g'alabaga erishdi. Ular o'yinchilari ham ko'p, zamini ham ko'p edi. Bizda ikkita zamin kuchimiz yetmadi, tan olish kerak, lekin qo'ldan kelgancha jang qildik. Rahmat, chiroyli o'yin bo'ldi. Urush janjalsiz muhimi, chiroyli o'ynab ketdi. Rahmat. Omad keyingi o'yinlarga, CSKga ham, Legionsga ham.